Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugun sotuvga chiqqan joyimiz arzon bahoda 290 million so'm 2 xonali 2-etajda. Joyimiz mestasına to'xtaladigan bo'lsak, Urganch Sharq bozorining dik arkasida joylashgan 2 etajgan 2-etajida. 2 xona, 3 xona qilingan. Hurmatli obunachilar, mulk egasining nomerini qo'yamiz. Bemalol mulk egasi bilan savdolashib olishlaringiz mumkin. Joyimiz esa ichkari qismini ko'rsatib o'tsam, ketdik. İkinci etajımıza yetib geldik. Ne işler utuplu, ne işlerden, yaxshi sifatli işlerden qo'yilgan ekan. Bularning ishimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yana gelsak, hurmatli obunachilar, mana joyimiz 2 xonadan iborat, 3 xona aytib qo'ydik ekanlar. Joyimiz ayrim jihozlari ketadi, ayrim jihozlari qoladi. Keling, joyni ko'ring, ustidan savdolashib oling. Joyimiz narxi ham arzon. 290 million so'm 2 xona, 3 xona qilingan kvartiramiz zudlik bilan sotuvga chiqdi. Bundan keyin mulk egasining nomerini qo'yamiz. Bemalol mulk egasi bilan savdolashib olishlaringiz mumkin. Men ko'rib turgan hamma narsangiz, keling, konsonellar nega, televizor, betovo texnika kelsa qoladi, yo'qsa olib ketadi. Bu tarafimiz kuxni bo'ladi. Kuxnimiz ham ajoyib. Aynalari aqua ayna bo'ladi. Joyimiz Sharq bozorining arkasida. Mashin qo'yish uchun parkovkalari, idis plashatkalari. Bundan keyin joyimiz Dukotini kotyol, Airfil firmaniki. Yaxshi firma bo'ladi bu. Hurmatli obunachilar, sabzatlar hamma narsasi bor. Joyimiz tayyor xonadon. Oyoq telamiz taftapul bo'lar ekan. Bu tarafimiz spalni bo'ladi. Devorlar jitga bo'y qilingan. Ne ko'rib turganlaringizdek ajoyib, men gap bo'lishi mumkin emas. Aynalar akvayna, perdalari, g'allari hamma narsasi bor. Tayyor holatida sotuvga chiqdi, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz kuxni bo'ladi. Kuxnimizni detsi komnata etib qo'yib ekanlar. Ne? Ajoyib. Joyimiz 2 etajga domla 2-etajida. Mulk egasining nomerini qo'yamiz. Bu tarafimiz sanuzel bo'ladi. Hurmatli obunachilar, sanuzelimizda kir mashina, ajoyib yana nasozlar ham bor ekan tepada, aristollari, hamma narsasi bor. Joyimizni ko'rib o'tdik. Joyimiz kvadrat metr 44 kvadrat metr, 2-etajda 2 xonali, 3 xona qilingan. Mulk egasining nomerini qo'yamiz. Bemalol mulk egasi bilan bog'lanib olishlaringiz mumkin. Sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hamma shunday joylanishni nasib etsin.